erkak kishini omadi bilan o'ynashma. Ha, oting oldi, sigaret chekma. Banana. Ustoz, shuncha isqir tishli qilsak ham hech qo'lga tushmadik-a? Ya qoravoy, bir gap unutmang. Yo tarix yozamiz, yo tarixga aylanamiz. Aqali, Damas'ni tuzatib beringlar. Yo. Opali reper keldi. O'zi isqir ustasiz, tag'in pul yo'q olasiz, ustoz. Ye repermisan, qalbni yengsan bo'lsin-chi. Ustalar yaramas, to'pimdan past. Damas tuzatish sonlarga emas. Yo. Ha, endi oshirordik. Bo'pti, nimasini tuzatish kerak. Shu Damas zadniy mo'sti g'ullab ketyapti, 50 dan o'tgandan keyin shuni almashtirib bering. Ha, bo'ldi 3 million bo'ladi. Ye, undan ko'ra g'ullatib yuraveram, ha? Yo reper, Einstein nima jin bo'lib qo'ya, bilasanmi? Yo'q. O Damas haydaganda zadniy o'zi g'o'lla urib, miyasigacha berib tashigan. Ha, keyin jinni bo'lib qo'ya. Mayli, manikini almashtirib bering unda. Ha, bo'ldi. Bo'lmasa sen borib choy poy ichib turgin, keyin chaqiramiz. Ustoz zatni mo'sti yechimi? Jinnimiz ha? Ha, ustozimning bir apilka usuli bo'lardi. Ha, shu apilkani zadniy mo'stiga solib qo'yamiz. Ha, moy bilan aralashib quyulashadimi? Ha, keyin hech qanaqa g'o'ng'ilagan ovoz chiqmaydi. Kamida 5 yil yuradi. Ustoz, mana shu isqir usta bo'lmasdan oldin kim bo'lishni xohlagansiz? Ah, yoshligimda tergovchi bo'lmoqchi edim. Mashinik qalloblarni dog'dini bermoqchi edim. Sizmi? Siz tergovchi bo'lasizmi? Hali ham qalbimda bitta tergovchi uxlayotibdi. Lekin birga uyg'onadi. Bo'lgan bo'lsanglar, radiatorni teshilib qoldi. Shundan shuni yamattirib keling. Reper, sen chalusi ko'ryapsanmi? Ha, Kussoni kemasini ko'rganmiz? Ha? Ha, o'shaning radiatorini biz yemaganmiz. Ha, pulni begona qimdaqasi. O'zimiz qilib beramiz. Borbi. Ustoz, radiatorni yechimi? Jinnimiz apilkani olib kel. Mana apilka. Apilkani shundan radiatorga solamiz-da. Apilkalar teshiklarni yopib qo'yadimi? Ha? Ha, suv oqmaydi. Ha, bizda aldo yo'q. Mendan nech pul bo'ldi ustalar? Yo'q. 3,5 million bo'ldi. Ada, bormaylar ustalar. Ya, moshina ichida odam bormidi? Kim bu? Adamlar? Qachondan beri o'tiribsiz? Einstein paytdan beri o'tiribman. Zabalku. Ustoz, qo'lga tushdik-ku, endi nima qilamiz? Haligi maqola esingdamidi? Endi tarix yozamizmi? Yo'q. Endi tarixga aylanamiz.